130 kilodan 53 kilogrammga tushgunimcha menga yordam bergan eng zo'r vitamin minerallarni sizlarga tanishtirmoqchiman. Faqat o'zingiz uchun bilib qo'yinglar, bu sirni hali hech kimga aytmaganman. Juda ko'p kollagenlarni ichib o'zimda sinab ko'rganman, lekin Turkiya Tibavet firmasini kakaoli kollageni menga juda ham yoqadi. Aynan mazasi, chunki ozish jarayonida bo'lgan ayollarimizni shirinlikka bo'lgan ehtiyojlari bo'ladi. Bu kollagen shirinlikka bo'lgan ehtiyojni ham pasaytirib beradi. Hazm jarayonini yaxshilaydi, ovqatga bo'lgan ehtiyojingizni pasaytirib beradi. Qorningizni uzoq vaqtgacha to'q tutib beradi. Sochlaringiz mustahkam bo'lishiga va yuzingizdagi mayda ajinlarni ketishiga ham yordam beradi. Bu kollagenni ichganingizdan keyin 3-4 ta farzandingiz bo'lsa ham ancha yosh ko'rinishni boshlaysiz. Maslahat beraman. Albatta shu kollagenni ichib ko'ring. Dieta paytida agar ichadigan bo'lsangiz, ortiqcha vazndan qutulishingizga ham yordam beradi, chunki tarkibida oqsiri ham bor, metabolizmingizni ham yaxshilab beradi. Nega aynan Tibamet firmasini Marina kollagenini tanlaganimni sizlarga aytaman. Chunki bu kollagen tarkibida vitamin C ham bor. Bilasizlar, kollagen vitamin C bilan ichilganda yaxshigina so'riladi. Bu kollagenning mazasi zo'r bo'lganligi uchun ham, tarkibi va undan tashqari so'rilishi, halolligi hamma taraflama menga yoqqani uchun doimiy mana shu kollagenni ichib boraman va bu sirimni sizlarga endi ochdim. Mana doimiy terilarimning go'zalligi, yosh ko'rinishimning siri faqatgina mana shu kollagenda.